Hammamiz buni qo'yishimiz kerak. Taloq ikkita. Fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Ikkita taloqdan keyin yashasangiz bo'ladi, yaxshi yashasangiz. Yoki yana ajrashmoqchi bo'lsangiz, taloq qilsangiz bo'ladi, endi qaytib yarashib bo'lmaydi. Mana shuni biz bilib qo'yishimiz kerak. Taloq ikkita. Uchinchidan keyin, uchinchi taloqdan keyin qaytib yarashish yo'q. Sahobalar ijmosi shu, turli mazhab ijmosi shu. Endi taloq ikkita deganda nima degani? Bitta beriladi u degani. Bitta beriladi. Sen 3 taloqsan deb bittada berilmaydi. Bersa nima bo'ladi? O'tadi uchovsi ham. Bu degani siz qo'lingizda 3 ta patta bor edi. Bitta berishingiz kerak edi. Siz uchalasini qo'liga tutkazib qo'ydingiz. Bo'ldi, qo'ldan chiqdi u. Avvalo taloqqa bormasin ish. Mabodo ajrimga kelsa ham, masalan, xotin juda kelisha olmay qoldi, ajrashamiz deydi. Sunnatga muvofiq taloq qanaqa bo'ladi? Ayol poklangandan keyin, hayzdan poklangandan keyin unga yaqinlik qilmasdan turib, pok vaqtida, homilador bo'lmagan paytida, pok holatida bir taloq qo'yiladi. Va 3 oy idda o'tiradi. Agar yana ikkinchi taloqni qo'ymoqchi bo'lsa, ikkinchi oyda qo'yiladi. Birdan ikkinchisini ham berilmaydi. O'sha bir taloqdan keyin 3 oy o'tsa, bo'ldi, ayol kishi boshi ochiq boshqasi bilan turmush qilsa bo'laveradi. 3 ta taloq qo'yish shart emas u. Ayollar ham 3 taloq bering deydi. 3 taloq emas, bir taloq olsin. 3 oy o'tsin, 3 marta poklangandan keyin bo'ldi. Ayolning boshi ochiq, erkakning endi unga haddi yo'q. Endi boshqadan sovchi bo'ladi. 3 oy ichida esa sovchi bo'lmasdan yarashmasa bo'ladi. 3 oy ichida, bir taloqdan keyin 3 oy ichida erkak yarashaman desa bo'ldi, ayolning ixtiyori yo'q. Yarashib ketadi. 3 oy o'tgandan keyin ixtiyor erkakning qo'lidan chiqadi. Endi u qaytadan sovchi bo'ladi. Podshoh ham qaytadan yashaylik deydi. Ayol qaytadan mahar aytishga haqqi bor. Yo'q, endi o'tgan safar kam aytib qo'ygan ekanman, bu safar ko'proq aytaman desa haqqi bor. Erkak o'shanga olib bormasdan yarashmasa ixtiyor. 3 oy muhlat. U o'sha bir taloq olgandan keyin, bir taloq qilgandan keyin, 3 oy o'tgandan keyin erkak ixtiyori tugaydi. Ayolning boshi ochiq bo'ladi. Bo'ldi, unga yana 2 ta 3 taloq olish shart emas, turmushga chiqib ketaveradi. Nima qilasizlar 3 taloqni? Mana shuni qo'ygandan keyin, mana 3 oyda 3 taloqni o'rniga o'tadi. Ya'ni erkak tamom qo'li kesiladi, ayol tamom ixtiyorli bo'ladi, boshi ochiq bo'ladi.